Я пьяный молодой, в бары как домой. Ye, tog'am. Alo, assalomu alaykum tog'a. Ajiyam biz qishloqdan shaharga uyingga mehmonga boryapmiz. O'zi bir xona uyda tursang, nima qiladi shu kelaverib tushunmayman. Bo'ldi, kelaveringizlar. Qachon kelasiz? Shunga qarab bizlar ham reja qilamiz. Biz kelganmiz, eshigingni tagida turibmiz. Och. Ham bizni tovuqqa tegdamizgina katta ekan-a? Mana uylar shinam ekan-a? Ha, juda qulay. Mehmon kutishga mo'ljallangan. Bir xona. Endi jiyam biz uzoq yo'ldan kelganmiz. Charchaganmiz, bir uxlab olsak, qayerda uxlasak bo'ladi? Sizlar shu yerda uxlanglar. Sizlar qayerda uxlaysizlar? Bizlar moshinda uxlaymiz desam rahmi keladi. Keyin uyiga ketadi. Ba'zida yetim bo'lmaganimni afsus qilaman. Ma'lumotlarga qaraganda uyga ko'p mehmon kelishi oilaning buzilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Baloni yemsan. Uzr kelin. Ya, tog'a, ularga e'tibor bermang. Ular gapiraveradi-da. Lekin bilmasa ham gapirmaydi shular. Men bu nima yo'lmagan? Ha? Bir xona bo'lgani uchun yo'lmaganmi? Kelaver ekanda endi, ha deb mehmonga. Yuvib qo'yman buni, tushunyapsanmi? Vannada uxlab yuribman. Odamda sal kalla bo'lish kerak, kalla. Men yuvib qo'y. O'zi jiyanimga sevganini olib bermagan. O'shaning uchun har kun urush qiladi. Nima ovqat yerkanmiz o'zi? Bilmadim. Zerikmayapsizmi? Ha, yo'q. Bir nima so'rayman deyman, shu viloyatdan keladi-ku, men domda yuragim siqyapti, zerikib ketdim deyveradi-da, shu sizda shunaqa bo'lmaydimi? Ha, yo'q. Ha, jiyam bilib turibman, namyoqlaringni tushunyapman, bilmaydi deb o'ylaysan. Bilaman, sen ham bir xonali uyda turib qiynalib ketding. Tog'a tushunarkansiz-ku. Bilarkansiz-ku o'zingiz shu ichimdan narsalar qanday aytishni bilmay yuruvdim. Mana, yana 3 kun turamiz.